menga savol berishadi. Nima kerak senga shuncha narsa, shuncha tashvish, shuncha ozor, shuncha qiynalib? Odamda bir rohatlanadigan joy bo'ladi-da. Bir narsa qilib rohatlanadi odam. Shifokor odam bemor men yaxshiman degan so'zni eshitib rohatlanadi. U shifokorga berayotgan pul, boshqa narsalar ozgina motivatsiya berishi mumkin. Kimlar uchundir maqsaddir, uni maqsadi xato. Lekin o'sha men yaxshiman, alhamdulillah, siz sababchi degan joyda insonga u narsani sotib ola olmasligini tushunadi. Bu narsani sotib olib bo'lmaydi-da. Menga mana bu holatda nima motivatsiya beradi desa, men insonlarga yordam bera olishim. Ya'ni bir insonning xatosini anglashiga yordam bera olishim bu juda katta yutuq. Juda katta yutuq. Noto'g'ri yuryapti, noto'g'ri o'tirib turyapti, jismdan noto'g'ri foydalanyapti, yaxshi doktor topa olmayapti, doktorga yetib bora olmayapti. Shuning uchun ham bu loyihalarning hammasini yo'lga qo'yamizki, tunu kun ishlashga harakat qilyapmiz, sizlarga ko'proq ma'lumot yetkazishga harakat qilyapmiz. Bu inshaalloh sizlarning yaxshi bo'lganlarini ko'rib, sizlarning rahmatinglarni eshitib, undan keyin tepadagi zotni rahmatini maqtovlashni xohlaymiz.